to'ylar muborak. Kiritilayotgan yangi soliq tizimi xonandalar, sozandalar, aktyorlar va boshlovchilar uchun mashhur bo'lishga ulgurgan. bu tizim 2029-yilgacha, ya'ni 3 yilga sinov tariqasida joriy qilinishi reja qilingan. Yangi tartibga ko'ra har bir to'y, konsert va boshqa tadbir uchun alohida soliq to'lanishi kerak va bu to'lovlar soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatga olinadi. Soliq va san'atkorlar so'nggi kunlarda eng shov-shuvli mavzulardan biri san'atkorlarning soliqqa tortilishi va bu yangi tizimga ularning munosabati bo'lmoqda. Gap shundaki, O'zbekistonda san'atkorlar uchun yangi soliq tizimi joriy etilyapti. Ammo san'atkorlarning katta qismi bunga norozi. Soliq bo'yicha san'atkorlar, hamkasblarimiz fikr bildiryapti va kuzatayotgan muxlislarda ham ijobiy fikrlar ham bor, negativ fikrlar ham bo'lyapti. Adolat nuqtai nazaridan olib qaraganda to'g'ri, endi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir 5-10 ta san'atkorlarni deb butun haliga aytadi-yu, burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirib kerak deb. 5 xil barobar emas-ku. Mana oddiy qishloqlarda xizmat qilayotgan oddiy san'atkorlar bor. Arzimagan summaga chiqadi. Kerak bo'lsa, davradagi qisir-qisirga boradiganlar ham bor-da. Ular qanaqa soliq to'laydi? 5-10 talab borishadi. Arzimagan 300-400 ming so'mga boradi. Sostavga nima beradi? Endi bu soliq ham qo'yiladigan bo'lsa, ular nima to'laydi? Bu tomonni ham o'ylab ko'rish kerak-da. Bu bilan ijod kayfiyati qoladimi? Menimcha, mana litsenziya olyapmiz, litsenziya ham soliq. Bu qaror hali kuchga kirmagan. Prezident qarori loyihasi hozircha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Shu kecha kunduzda bo'layotgan muhokamalar markazida boshqa savol ham paydo bo'lmoqda. San'atkorlar chindan ham soliq to'lashdan qochyaptimi? Qo'shimcha soliq baribir tegib ketadi ko'pchilikka, san'atkorlarimizga. Chunki mehnat qilmaydi deb chiqdi bir ikkitasi o'zida. San'atkorlar mehnat qilmaydi dedi. Ular mehnat qiladi. Asosan san'atkorlar mehnat qiladi. Ular mehnatini san'atkor bo'lmagan tushunmaydi. Kechasi bilan bedor uyqu, masalan, yo'llar, olis safarlar, bularda hech kim hisobga olmaydi-da. Borasan to'yga kirib shuncha pul olyapsan, soliq to'lamaysanmi deydigan. U darajaga erishguncha-chi mehnati qancha. O'sha uchun biz ham qarshimiz bu soliqni yanada o'ylab ko'rish kerak. Soliq organlari ma'lumotiga ko'ra, ko'plab san'atkorlar daromadini to'liq ko'rsatmaydi. Shuning uchun madaniy xizmatlar sohasida soyadagi iqtisodiyot ulushi katta bo'lib qolmoqda. Yangi tizimning asosiy maqsadi daromadlarni ochiq qilish, soliq tizimini soddalashtirish, barchaga bir xil qoida joriy qilish. Ochiqni aytganda, adolatli va shu bilan birga ancha kechikkan tashabbus deb hisoblayman. Nimagaki biz ommaviy axborot vositalari vakillari bir necha yillardan buyon san'atkorlarni ham o'zini topayotgan daromadidan soliq to'lashi kerakligi tashabbusini bildirib kelayotgandik. Tasavvur qiling, juda ko'plab soha vakillari bir yilda topadigan yo topmaydigan daromadini kerak bo'lsa bitta to'y orqali topadigan san'atkorlar nimaga soliq to'lamasligi kerak? Shuncha yildan beri men o'ylayman, bu ijtimoiy adolat prinsiplari, tamoyillari jiddiy buzib kelinyapti. Men san'atkorlarimizdan bo'layotgan mana shunday uyatli chiqishlarni bas qilishni, to'xtatishni va o'zlarini fuqarolik burchlarini marhamat qilib, kerak bo'lsa majburiyatlarini marhamat qilib bajarib qo'yishlariga chaqiraman. Ular shu bilan birga topayotgan reklama roliklariga tushish orqali, reklamalarga tushish orqali topayotgan daromadlaridan ham marhamat qilib soliqlarini to'lab qo'yish kerak. Bu qonunlarda belgilangan. Biz san'atkorlarga mikrofon tutdik. Ular haqiqatan ham qo'shimcha soliq yukidan xavotirdami? Bilmadim, nimadir yaxshilikka bo'lsa kerak, xudo xolasa. Manfaat tomonini o'ylab ko'rishganki, balki shu qaror chiqdi. Bo'lmasa, bilmadim yana. Menga masalan farqi yo'q. Bir oyda mana bo'lsa 2 ta to'yim bor, 3 ta to'yim bor. Kommentariyalarni o'qiyapmiz endi. Oddiy aholi battar bo'lsin, ajab bo'pti, qilish kerak, 100% soliq solish kerak bularga deyilyapti. Lekin mana shu soliq solish kerak deganda o'zlari o'ylab ko'rmayaptiki, baribir sizlarga jabr bo'ladi, san'atkorlarga emas. San'atkorlarning ming solig'ini oshirgani bilan biz esa bu yerdan yana daromad oladigan tomonini sizlarga aytadigan dogovorimizni oshirishimiz mumkin. Agar yana soliq solinadigan bo'lsa, san'atkorlarning o'zi yana kelishadigan narxini oshirishi mumkin. Mana shunaqa narsa. Endi hammasi ham emas. Kimlardir o'sha holatda qoladi, kimlardir esa hali shunaqami deyishi ham mumkin. Shuning uchun buni o'ylab ko'rish kerak. San'atkorlarning o'z daromadlaridan soliq to'lashi dunyoda qanday? Amerikada ham, Yevropada ham san'atkorlar soliq to'laydi. Faqat farqi shunda, ular klipga ketgan pulni, safar xarajatlarini, studiya to'lovlarini soliqdan chiqarib tashlash huquqiga ega. Ya'ni davlat soliq to'latadi, lekin xarajatini ham hisobga oladi.
Bu hali muhokamada va bahslar to'liq yakunlanmagan. Hamma bu masalada o'z fikrlarini bildirishi mumkin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydos Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.